Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtimizda sutkasiga qariyb 3000 tonna chiqindi hosil bo'ladi. Raqamli rivojlanish departamenti tashabbusi bilan chiqindi yig'ish va tashish tizimida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, sohadagi maxsus texnikalar soni 396 taga, chiqindi konteynerlari soni 5898 taga yetkazildi. МСП все в отличном состоянии, своевременно вывоз бытового мусора производится, никаких у нас претензий нету, Maxus Trans работает хорошо. Biz bu yerda ko'p yildan beri ishlaymiz. Hozir musor axlat tashiydigan joylarimizda oldin tartibsiz edi. Turli badbo'y hidlar chiqib turardi. Hozir yaxshi saramjongina qilib qo'yishgan. Yo'llarda o'tganda xalaqit bermaydi. Chiqindi yig'ish joylarida elektr, suv va kanalizatsiya tizimlari yo'lga qo'yilgan. Maxsus texnikalar chiqindilarni o'z vaqtida olib ketmoqda. Zamonaviy tipda qurilgan bitta chiqindi yig'ish maydonchasi turibmiz. 1 kilometrgacha olinadigan maxsus kameralar o'rnatilgan. Hali ham duch kelamiz, aholi tomonidan olib kelib belgilangan joylarga har xil maishiy chiqindilarni tashlab ketilyapti. Bunga qarshi jarimalar qilinyapti. Belgilangan joyga kelib chiqindilarni tashlashligini iltimos ko'rardi. Lekin tartibni faqat jazo yo'li bilan emas, tarbiya va fuqarolik mas'uliyatini oshirish orqali hal etish muhimroqdir. Guruch kurbaksiz bo'lmaydi. Ba'zi bir aholilar uyida, oilasida tushuntirish olib bormaganlar, farzandlari yo'llarga tashab ketish hollari hali ham uchrab turibdi. Har bir fuqaro atrof muhitga befarq bo'lmasa, poytaxtimiz yanada obod va ekologik toza shaharga aylanadi. Hamyurtlarimiz bo'lgan soha xodimlarining mehnatini hurmat qilaylik.